Buxoroda 36 nafar bog'cha bolalarining hayoti saqlab qolindi. O'tkazilayotgan targ'ibot, nazorat, tadbirlariga qaramasdan farzandining hayoti uchun befarq ota-onalar hamda qoidalarni qo'pol ravishda buzayotgan haydovchilar aniqlanmoqda. Kuni kecha Buxoro viloyatining Jondor tumanida Damas rusumli transport vositasida 20 nafar, boshqa holatda esa 16 nafar bog'cha bolalarini olib ketilayotgan haydovchilar xodimlar tomonidan to'xtatib qolindi. Yuqoridagi har ikkala holatda ham haydovchilarga qonunchilikda belgilangan tartibda jazo choralari qo'llanilgan. Ushbu holatga befarq bo'lgan Jondor tumani davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarining xatti-harakatlari yuzasidan tegishli tashkilotlarga taqdimnoma kiritilgan. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bundan keyin bu holat takrorlanmaydi. Bolalarning xavfsizligi hamma narsadan muhimroq. Hurmatli ota-onalar, imkon qadar farzandlaringizni o'zingiz olib kelib va o'zingiz olib ketishingizni so'raymiz. Bizga bugun tushuntirishdi, buni to'g'ri ekanligini va biz tushundik shu narsani. Hurmatli ota-onalar, yuqoridagi holatlar kabi farzandingiz hayotiga bee'tibor bo'lmang. Zero sizning birgina e'tiborsizligingiz natijasida farzandingiz jabr ko'rmasin. Unutmang, yo'l xatoni kechirmaydi.